Eris kiymasa kerak, ha? Ketdi, kiymaydi. O'ylay. Yoshirining erim keldi. Spokойный ekaniz, ha, qanaydir. Nimaga eshikni tez ochmaysan, meni asabimga tegib uyga kim kelgan? Hech kim yo'q uyda. Muskoy duxuni hida qoch oshxonaga yoshirdingmi? Yo'q, oshxonada, spalnidami bu? Bir spalnida ham yo'q. Ha, albatta. Shkafdalar u kishi. Anada. Assalomu alaykum, sizlar. Nima qilyapsan bera? Mana nimaga? Autotest, pravaga imtihon topshirishga kelganman. Tushunmadim, qanaqa imtihon? Pravaga. Hozir men senga prava imtihoni ko'rsataman. Bugun erisga masala kerak, ha? Yo'q, kiymaydilar. No, sizga ishondim. Yana o'sha joyda bo'lsalar kerak, ha? Bilaman, shida. Anada. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Qalbim mehribon bo'lib qoldi. Mana bularni olamizmi bu yerdan yo? Ha, berak men senga nima olishni ko'rsataman. Bechoragina. Nima shatda berga qismagan. Yana shkafda bo'lsalar kerak, ha? Yo'q, aka, mana shiraman. Ha, sheramiz. Asir aka, joyimiz. Ha, nima yo'shimman? Baribir topib olasiz, jon kamtegda. Iltimos bu. Nima? Faqat aftimdan urmang aka. Shu uydagilar ko'ryapti, nima qilyapsan deyapti-da. Aylanqay. Ha.